Assalomu alaykum Qirg'iziston eli. Jana Noqat eli. 9 avgust kuni İdris Isaqov bizni Noqat shahrimizga borib, Haydbayev Muxtar Candı zakazmen borib, 48 bölmelik uyda reportaj qilib kelgan. O'shanda haqiqatda men dag'in YouTube'da hozir juram. Şu YouTube'da trendga chiqqan bu kitap. Men şu kitapda o'ylagan masadim şu yer bo'yicha so'ratdi, boshqa ma'lumotlar bo'yicha berishga chiqqan edim. El so'rangan ellar bor edi. Şu kitapda men sizlarga doказательство qatorida o'sha kuni men olib chiqolmay qoldim. Biroq bu dokument boshqa uyga kirib qolgan ekan, men sepimden çıkmaya kaldı. Keyin taptım. Tapıp şu kitapta ap çıktım. Ap çıksam İdris Isaqov meriyaga ketip kaptır. Men meriyaga bardım. Barıp İdris Isaqov bilen gördüm beni. Men ko'rsatdim, hozir aka dedi, eshikka chiqib dedi. Men bir ağzım sözüm var, sözlep alingizga kelin dedi. Men İdris Isaqovga ishondim, oturdum. Sözde bütüp İdris Isaqov maşinasiga oturup aldı. Keyin iki ayalma bir ayal bir xat berin dedi dag'in avadi. O ayal ketgandan keyin men bordim. Eshik aynakda tushirdi. Qulflab eshigini ocholmadim. İdris uka, mana kitoblab keldim. Mana kitap. Mana bu ak tuzilgan. O'sha yer 10 metr bo'yicha komissiya tuzgan, mana bor, qo'llar bor, yo'q bor. O'shanda Haydbayev Muxtar dag'in qo'l qo'ygan ekan. Hozir mana M. Abdusalomov. Oldin Haydbayev bo'lgan, hozirgi mezgilda dokumentini o'zgartirib Abdusalomov bo'lgan. Mana ekan M. Abdusalomov. Shu akitni negizinde. Mana bor, buni ko'rsatdim. O'sha yerda ekotexnik inspeksiyani men olib kelganman. Mana akt qog'ozi bor, komissiya sazovat qilganman o'sha paytda. Men bekardan bekar stroykani boshlaganim yo'q. Sababi bu yer o'ta opasnik, mashinlikman talash bo'layotgan yerda dokument ekotexnik inspeksiyadan familiyasi ati Chingiz degan bola kelib bar yo'qni tekshirib, men ekotexnik inspeksiyaga taqtalganman. Shu yerim bo'yicha. Mana sizga doказательство. Bunu dag'in ben İdris Isaqov bularni ko'rdi. Ko'rib turib, aka meni boshim og'rib qoldi dedi. Biroq uni boshi og'rigan yo'q. İdris Isaqov sahir bo'lib qoldi. Sababi undan sahir bo'lgan menman. Men shu odam tufayli sahir qildi meni. İdris Isaqov ham sahir bo'ldi. Boshim og'ridi demesin. Xudo buyursa terapiyada birga yatamiz. 4-xonada. Endi İdris ukamga aytdim. İdris uka, bo'lsa bir 2 sekundni montaj qilib qo'y. O'sha yerga nima qilib qo'yasan? Sababi sen hozir meni kitobim yo'q yeriga olib kelib qo'yding desam, aka meni batareyam o'tirib qoldi dedi. Menga kelganda İdris Isaqovni batareyasi o'tirib qolibdir. 2 sekundlik narsaga. Хорошо, bunga dag'in saglasim bo'ldim. Aytdim, İdris uka, unda dedim, hozir sen reportajingda men как будто men aybdorda chiqib qolaman dedim. O'shaning uchun sen u yerda qirqib tashlab bo'lsa dedim. Akilmatring o'tirib qolsa dedim. Bo'ptir aka dedi. Ketdi. Men uyga keldim, shunga dag'in ishonmasdan buni suratga aldım. Doказat bo'ladigan masalan İdris Isaqovda telefonimda bor, jo'natdim. Akitni mana qog'ozlarni Isaqovga. Hech bo'lmasa shuni olib turib telefonda ko'rsatib qo'ysa bo'ladi dedi. Yana uni ko'rdi. Meni nimani bildi, ochib ko'rdi. Biroq telefonini olmay qo'ydi. Biroq bir kundan keyin men o'zi televideniyega chiqdim. Men zaminiti odam bo'lib qoldim. Odamlar bozorga chiqsam, chinnisini aytayin. Adamlar men suratga tushaylik degan odamlar bo'ldi. Men yaxshi atvet qildim. Yo'q.
sen ben suratga tusha olmayman, sen xunuk adam ekansin deb bo'lgan ishni aytib beraman. Shunday qilib ishlar hozir bu serial kinoga aylanib qoldi. Hozir endi buni odamlar mana endi shu intervyuni ko'rsa, dokumentum barligiga ishonadi. Sosetlari mancha-munchasi ishongan biladi buni. Shu intervyu press konferensiya qilishimizdan sabab nohaq intervyular bo'ldi u yerda. Hayitbayev buni chaqirganda, aqchasini Hayitbayev to'laganda, o'shaning uchun Hayitbayev nimani mikrofonni hech kimga bermadi. Biroq u yerda hech kimga bermadi Hayitbayev, biroq meriyaga ketdik deganda Hayitbayev qochib ketdi. Durusukam agarda xafa bo'lsan, men siylaman seni, siylaganman. Sen mendan xafa bo'lma. Sen первый раз жизнingda mashinnikka aldanding. Sen aytishing kerak. Aka, men sizga ishonib kelganman. Juring meriyaga birga borib suylashaylik deyishing kerak edi. Nimaga qochib ketdi? Biladi. Arkası çatak. Arkası çatak. Men mana suylab qo'ydim. Endi u yog'ini o'zlarining oshqoringlar. Endi bu yerda inne ishlar bo'lib turadi. Bu yerda bo'layotgan ish, shu domdagi odamlar haqiqatda men degan qarshiman ularni chiqishiga. Rossiyada qiynalib, kimdir tuvalet tozaladi, kimdir araba tortdi, kimdir eshik supurdi. Oson ish emas, qiyinchilik bilan qishda jazda aqcha topib kelib Hayitbayev qo'liga tushib turadi. Endi odamlar hozir Hayitbayev shu yerda 15-yili olgan, 16-yili topshirish kerak ekan. Bu hech taka nima qiladi? Bunda aqcha bo'lish kerak. Hayitbayev o'sha mashinachisiga o'tdi. O'sha domda olgandan keyin O'zbekistonlik oti prorab Mahmud Alimjanov, Maqsud Alimjanov da olib kelib domga qo'yib, men dag'in birinchi o'shanga uchraganman, qo'shni sosed kelibsiz desam, yo'q, men prorabman. Meni mamlakat meriya olib keldi. Men Moskvada 10 etaj, 20 etaj uylar qurib yurgan prorabman. Dedi, men o juda yaxshi bo'libdir dedim. Shu uy butib elga xizmat qilar ekan degan menda nima ketdi? Biroq bu mashinnik Aşerdə iki adamda $35.000 akçasını alıp, mende biroq akça yok. Sizler yardım berselerin, menge $35.000 akça gerek. Men sizler ekalaringe dakülüç kılıp, birosiga 2-3 kanalık uy, birosiga 1 kanalık, bitta 3 kanalık uy beren dep durup adamlardan akçanı alat. Başında işte böylekencili aptırıp, ul adam jetti vagon kömürdü yüktep Özbekistan'a kirip ketedi. $35.000 dollarlık nimeni alıp. Kırgızistan'da ölçende 80 tiyin 1 so'm, Özbekistan'da 5 so'm 6 so'm eken aşı klası. Bul abarıp akçanı alıp ketdi. Boldu şu men Muhtar Hayitbayev çıktı. Kazayın bolup. Biz de tangır kıradık. Uluydu ki desek Hayitbayev bir maşinist vasıtanı haramdan tamak jep yürgen aşınısını başlap durup akçasını aldı. U bilan men uqdim, barıptır, endi bölüşkence kança bölüşüptür. Bölüşüptür endi. Men bunu uqdim. U aşıka adam 10 yıldan beri Özbekistan'a qattaydı. Halik adamga ul dağın u yerde dağın maşinnilik qılıp qamakta eken. Ükesi жақшы bala eken, ükesi qamakta svязga qıldırdı. Berem deydi, ular dağın hazır $35.000 algan yok. Bunu Hayitbayev aldırtırgen. Bolasa ol Alimjanov Maqsud Alimjanov naqatı qayerdan biladi. Bular turmada o'tirgan ekan birga. Oxiri shunday chiqdi. Ikkinchi plan ketish kerak. Ikkinchi plan unga dag'in aqcha kerak. Oşta biroq yaxshi adam ekan, vice-mer bo'lib turgan Alimjon degan adam ekan o'sha mezgilda, primer 18-yillar. Bu adam endi men oldimga qidirib bordi. Borib, mana meni jerimda u odamga, mana dag'in domni jeri deptir Alimjonga. Mana u dom deptir. O'sha yerda svobodniy joylari ko'pligi uchun Alimjon men shunga ishonib aka dedi. Aqcha berib qo'ydim 4 million dedi. Kredit olib berdim dedi.
Aka bu meni jerim o. Şunu bilgani keldim dedi. Men dokumentni olib chiqib, ko'rsatdim Alimjonga. Mana jerimni dokument. O nimeniki-ku bu do'mi jeri diyordum. Ana ko'ring dedim. Ha sizni jeringiz ekan dedim. Boldu, ikimiz suhbat kurduk. Alimjonni 4 milyonga 3 ay içinde kıberam kaytardı senge 8 milyon degenme 6 milyon dese Alimjondagın endi akça kerektir bu adamga işanıp kalgan. Alimjon 2 yılda arang aldı. Hazır Alimjon alıp akçanı almadı. Alimjon satıp aldı. 3'te sattı mı, 4'te sattı mı? Alimjondan satıp algan adamlarga, mesela indeme svobodni jasasa bolat. Alimjonda akçası gekegen oldu. Endi transformator. Bu yoqqa elektr nima? Elektrin nimani? Hozir atı familiyasini hozir aytam. Alijonov Nurullo degan. Transformatorni qo'ydi, bitta xonaga suylashib. Liniyalarni olib keldi. Montaj nimalarini olib berdi. Biroq montajni boshqa odam qilgan. Burada provod, surovod bar jo'qda olib berdi. Bu bitta xonaga deb shu narsalarni qildi. Ikkinchi, septik. O'sha yerda trotuar nima qilgan? O'sha yerda o'ng'ir-cho'ng'ir nimalar bor, yerlar bor. Kamazda shag'allarni to'kib traktormen tashigan, tuzlagan odam bor. Mamadayevov Mahmad Sali degan. Hozirgacha yashab keladi, ayoli dokumentini olgan yo'q. Shu kungacha bu bolaga dokumentini bergan yo'q. Kecha yaqinda borsa, bunga nima debdir? Men senga kvartirant qilib o'tkazganman. Senga dom yo'q debdir. Biroq u odamni men ko'zimdan ko'rib turam. Aşağıda 2 yil istada ekskavatori bor, el bilet, kamazi bor, o'sha yerda tuzlagan, o'ngdagan, suvda olib kelgan, septikni kichina bo'lsa ham 10 ga 3 qilib qurgan. Trotuarni fonda nimalarni ash qilgan Mamadayevov Mahmad Sali bo'ladi. Dag'in bir bu muhtarda men Haydbayev shul İdris ukam tushunish bo'yicha Haydbayev qilgan, shu yerga aqcha rasxod qilgan deb turib İdris ukam qiynalib ketdi. İdris ukam. İdris ukam savol berish kerak edi. O'rtoq Abdusalomov, siz bu yer cho'ng joy, ancha-muncha odamning kuchi yetmaydi qilishga. Siz nima ish qilasiz o'zi? Biznesiz bormi bu yerga aqcha sarflagani? Qanday aqcha bilan bu yerda qilmoqchi bo'ldingiz? Desa, endi mana narsalar aytmasidi. Mana hozir doказательстволарman chiqib turadi. Bu yerda Haydbayev Muxtarjonni bir tiyin aqchasi yo'q. Bir tiyin. Bardığı elden oğlap bu jalgan investor bo'lib. Menin prototipimdagi sosetda 80 ming so'm internet bilan aytdim. Shuni bolasdag'in meni aytib oling dedi, shu esimdan chiqib ketdi. Qo'rqitibdir. Mendan oldin qo'rqitgan ekan. Birinchi A planga uchishgan ekan. Mayerga sen meni jerimga kirib olibsan, men mana uyini buzam. O'sha paytda qiyin uy, u ham kambag'al odam edi. 80 ming beresen deptir. Beçara undan bundan akçalarda alıp beriptir 80 ming. Kegin men götken eken napadenege. Men kegin bilip kaldım o adamda. Bunda 80 ming'e kaldı. Adı ölüp kaldı, balaları bilir. Balasağın men barayın şunu aytayın. Atamda kıynagan şu bolat dep aytayın deydi. Çine özür esimden çıkıp kaptır. Endi maşınday bolup uldum, şunday da bolup turat. Öşen üçün men Prezident'ten, Taşiyip'ten soranam. Bu takdirde ekelerin çeçesler. Nokat esembisi dağın, prokuraturası dağın, nokat memleket işletken işgaller hiç kimi çeçeliveydi onu. Vişçi kategori aferiz. Hazır hurmatlı el, men bir dekene aytıp koyayım. Nimege Taşiyip'ke şen yapın. Nimege Prezident'ke men işen yapın. İşen hemen. Bırak o şerdeki eller küyüp kalmasında el tamam bolup şöyle yapın. Taşıyıp men prezident kegenden kegen bu hem bir cumakmaz.
100 yıl oldin qasida tushirgan odamlar bo'lgan ekan. Şol qasida tushirib, suvni ortga oqizgan ekan. El ko'rgan ekan. Biz atalarımızdan söylegan, falanchi qasida o'qiganda oqayotgan suv orqaga oqqanini ko'rganmiz degan. Hozir 22 yildan beri akçalar söyleyapti. Akçaga til kirdi. Sadrinim bilan Tashiyev ey mamlakatda akçaları o'g'irlangan akçalar, qarapayımdan o'g'irlangan akçalar qayerdesin dese akça söyleyapti ularga. Men Bishkekda Madina bozoridanman. Men Jallovatda falan yeridanman. Men O'shda falan yerida qamalib jatam. 10 metr chuqurlikka ko'milganman. Batkenda mayerdanman deb akçalar söylep qo'yib turadi. Bu chin narsa. Tashiyev nima deb turadi? Adamlarini boshlab olib akçani deyapti. Birga ke deyapti. Odamlar o'zi o'g'irlagan odamni birga qarmab kelib turadi. Tashiyev xonasiga pirana kelib turadi. Qancha ishlar 20 yilda ochilmagan ishlar 3 soatda ochilyapti. Tashiyev ben prezidentga xudo bergan odamlar. Ve akça söyleyapti. Akça söyleyapti. Akça kelyapti. Akçani nima bilan olib kelib qo'yib turadi Tashiyev ben prezident. Kelgan akçaga savol beryapti. Nima tomondan olingan sen? Maşında edip akça söylep koyuyordu. Egesi kechirim so'rayapti ulardan. Biz bilmay qilib qo'ygan ekanmiz, jashchilik qilibmiz, ahmoqchilik qilibmiz. Ministr dag'in söylep turadi. Biznesmen dag'in so'rab, nuqul o'g'rilar söylep turadi. Mana shuni akçasi negizinde Tashiyev aytyapti. Mamlakat akçalarga, mamlakatni balansiga tush, kassasiga deyapti, akçalar tushib ketyapti. Bular senlar davay deyapti, qamalyapti. So'zsiz nimasiz qamalyapti. Doказательство 200% o'zi tan olib mana beryapti. Bu hazırlagan ish emas. Bu tarixda bo'lgan ish. Shuning uchun shu Hayitbayev Muxtorni dag'in bu so'zni aytishimdan maqsad meni 39 ming 40 ming aqcham bor. 5 yildan beri olalayım. Men de tinchivayim. Men şu 39 ming 40 ming akçanı men o'sha sotda turib aytganman. Öndürücülerge şunu öndürüp berselerin men deddomga, qiynalgan joylarga, qariyalar uyiga berem deganman, söz berem. Advokatim mana sen olasın, sen borib topshirib, kvittansiyasini olib kelasin deganman. 5 yildan beri şu akçani men olalayım. Sot atqaruvchilari o'ndiralmaydi. Dag'im men uni sotga berem, bu surok bo'lar ekanda. Biroq endi hozir dag'im shul. Men agarda Hayitbayevdan shu 40 ming so'mda olsam, birinchi odam men bo'lam aqcha o'ndirgan. 40 ming so'mda olsam, biroq men de ololmay turam. Hayitbayev shu aqchani berib qo'ysa bo'lar, biroq Hayitbayev 400 ming rasxod qildi. 40 ming so'mda bervem. Ol da prinsipte turadi, men de prinsipte turam. Endi mana shu oyda 25-ngi oxirgi so'z bo'lgan, berem degan. Beremi, bermemi men bilmem. Biroq buni ikki marta prezidentga berishdi. Sot atqaruvchilar sotdan so'ragan ekan, shuni mushustvasini arest qilishga ruxsat bering deb. Ruxsatni olgan, Hayitbayevda hech taka yo'q ekan. Na akça, na uyda dokumenti, o'zini nomida o'zi tolka go'li odam ekan. Men o'shaning uchun aytib turaman. Sadir Nurxo'jayev, sizdan so'rang. Shuncha million degan akçalarni nima qilyapsiz? Shu odamlarni akçasini olib bering, el o'sha yerda yashasın. Elni qo'rqityapti. Mamlakatga olsa, mamlakat 3 million, 4 million rassenga qo'ysa, senlar qo'shib to'lashing kerak. Ana qilishing kerak degan bilan el qo'rqib uni ustidan jazolay turadi. Men aytam, o'sha yerda yashay turgani bor, o'zini urug'ini tiqib oldi. Sot paytida mezgilida Arisdagi uyni sotdi.
doказательстволар бар. Ошол пайтта мэрия рободига айтты, башкага айтты, улар карап койгон жок. Чынын айтыш керек. Акча бар да, Кайтбаевда акча бар, ташап коет, 50 миңинде чай ичип берейин деп. Эл күйсө күйүп өлөмү, калса калып өлөмү? Менге дагы айтты бир. Endi ul karmalı bizetke ben karmalıp keptir o'sha prokuror. Sizge nima zarur deydi. Kuysa erkek kuyup turat deydi. Shunda prokuraturada ishlagan odam. Keyin bizetke ben karmalıp turdan ishdan bo'shab ketdi. Men betimga aytdim, tebamda Xudo turar. O'shalar prokuratorlar mamlakatda o'ynaymi o'shanday prokurorlar. O'shaning nimasida tashi только siz kirishing. Xolasa prezident kirsin. Shu Kaytbayevni dan akçasını, elde akçasını öşe paytla maydı, neç pulga algan bolsa, bira 900 min, bira 2 milyon, bira 1 milyon aptır. Öşeni Kaytbayev'den öndürüp, mamlakette balansını Kaytbayev düşür versin. Aşırıda yaşayken, hakiki tuğanlardan taşkarı. Balası var, akesinin kızı var, balası sottan keyin tıkıp aldı. Lüzbün men kananı terse 40 minutana zayın tıkıp koyun dedi. Bırak kaldı, 10-15 dakika kaldı. Var. Sizden soranç. Kaytbayev özüden akçanı öndürüp, şu yaşayken adamda düzey nimesi var, şular boşatın, maşılar tinç yaşasın, sabah akça kalkan. Kaytbayev'den ular alalbaydı, jizden alalbaydı. Şol meni manda aytayotgan sözüm. Endi dag'in bir dekani aytayın. Men u yerga mana men kommersiyaga aylantirganman. Mana bergi u yoqdan mo'kam bor, magazinlarim bor da. Bu aytibdirki elga, bu bez dokument ishlayapti, dokumenti yo'q debdir. Mana dokumentim dag'in bor, ko'rsata turgan dokumentlarim manaki plan nimalar şu kıldırganman mamlakatga. Investorlarni boshlaganman. Adamlar hozir ko'pi mashinalarni quvasdan ishlarni olib turadi. Ekotexnik inspeksiyadan 100 ming, 200 mingdan. Mana men qilib turib, ekotexnik inspeksiyadan olib kelib, senga ruxsat sal degandan keyin solganman. Mening liniyamni rahmatli arxitekturani nachalnigi bor edi. O'tib ketdi. O'ziga torttirganman nachalnigiga. Chechimda sotdiki bor. Men aşı jerim boyunca, liniyam boyunca bar joğum var. Bırak bul meni dağın qayerga barsa men bu balaga qanday ilashib qolding degan vaproslar bo'lib turadi. Aytib qo'ying televideniyada. Bu meni shuni jerimda kirib olgan, meni jerimi berganda men ana qilmoqchi edim, mana qilmoqchi edim, bitta shiltam menmanda. Biroq ol 2015 alıp 2016 tapşırış gerek mamlakatga. Men bu menen 18-yılı sotlaştı başladım. Sotda aytdı prokuror, sen meni qayerda bo'lsa sotda ayıp qiladi. Shulardan agar da kirib olmaganda men jerim berganda men bitirdim. 15'te bütün 16'da tapşırardım. Men 18'de sotlaşaysam sen ben 3 yıl prokuror betiga aytdı. 3 yıl rastlanada Çinin aytayım, poq jeydeymi dedi. Haliginge öştü. Mayaktardı, hurmatlı Kırgızstan eda toğru düşünürastar. Endi kommentariyalарды жазасыздар. Men toğrunda dagın juda zor жақсы sözler жазгандар бар. Ularga çoğun rahmat. Düşünbastan жазгандар бар. Ulardan men hiç qanday xafa bo'lmay. O'shaning negizinde dagın sizlerge bir doказательство bo'lish kerak bo'lyapti bu yerda. Doказательство bo'lish uchun menda hozir sotda chiqqan. Kaytbayev Muxtar aka. Mamlakat adamlar bergan akçasını. 93 ming qancha. Hozir shu yerda qo'yganman, sizlarga berem. Sot to'xtami chiqqan, sotni nimasi, chechimi öndürülsün deb. Hozirgacha bergen yok. Mamlakatda rest akçasını. Agar da 10 kun bo'ldi men so'radim desam, yo'q, hali dag'in bergen yok dedi. Yuramiz dedi, qiynalib dedi. Beribdi. O nega beribdi? O kim вообще? Mamlakat akçasını 93 ming el berib qo'ygan akçasını jig'ib turib. Biroq u ana balası ligirovka qilar ekan. Uni akçasini bermagan. Kerak bo'lsa, pashol debdir. Nimelerde, resmen bargandardı. Endi sizlerden soranç, bir yerde dağın dokumentler
Ko'p Dom to'g'risidagi qilayotgan ishlarda bir aytay deb kelgan joyimda 2015-yili men shu domda 200 ming pul berganman. Shu qizim uchun olgan edim. Qizim ajrashib ketib, shu ikki bolasi bilan ajrashib ketgan edi. Shunda pul berdim, uni orasida dag'i yana berdim, bir 330 ming so'mcha ақчаны berdim. Shundan beri men Rossiyaga chiqib ketdim, mehnat qilgani, qayra nima qilib turganimda bu bola menga telefon qilib, men domni sotyapman deb nima qildi. Men aytdim, borsam ақчаны beraman. Unda qilma desam, yo'q, men ақчаны sotib yubordim dedi. Dokumentni menga yozib bergan, tek pasportlari bor, hamma bor. Kvitantsiyalarim to'kilgan. Shuning uchun kelib, men aytdim, domni kim olgan ekan deb qarasam, klublarni ular ham Rossiyaga chiqar ekan, bir ayol kishi ekan, oti esdan chiqib qoldi. Kechada saqib kelganda shunda uchrashishga kelinman, nechi bordim. Ayparim bilan uchrashib, shuna desam, kuyovim kelsa bir suylashasiz dedi. Hozir uyda dokumenti menda turibdi, 11-kvartira, 2-etajda. Shu bo'yicha u menga nayrang qilib yuribdi. Yo ақчаны qaytarib bermayapti, yo mana domni menga, mana siz domingiz deb ajratib bermayapti. Meni shu nimam shu Muxtor to'g'risida gapirgan gapim shu edi. Mana 330 ming so'm bo'ldi. Keyin bu sotib olgandan keyin men ақча bermay qo'ydim. Men aytdim, sen sotib olibsan, bo'ldi, sen bilan keyin gaplashamiz deb. Shu bo'yicha menda dokument turibdi, uyda dokumentini bir qaytarib berganim yo'q. Tek pasportlari bor, hamma zakonni qilib berilgandi menga. Shu bo'yicha men ақча berganim yo'q. Mana 9 yil oldu. Yo u ақчаны qaytarmayapti, yo domim mana kirib yasha ақчаны to'lab yashayver degani bir nimasi yo'q bo'lyapti. Shunga endi men nima qilgan aytgan so'zim shu edi. Ошол 330 миңди берип атканыңызда ортодогу документтер бар деп атпайсызбы? Не документ, не келишим болгон ошондо? Kelishimga dogovor qilganmiz. Mana dogovorlik nimalari bor. Mana dogovor qilib, dogovorda shu oyma-oyga monchadan ақча to'laysiz deb, 80 mingdan ақча to'laydigan bo'lganman. Men inakni ақча topay deb yumushga chiqib ketganman Rossiyaga. U yerdan inaki menga telefon qilib turib, men uyni sotyapman, menga ақча kerak deb turib, nima qilgandan keyin qari kelib, nima bo'ldi desam, men domni sotib olganman dedi. U domga kelib qarasam, mana menga berilgan domni. Qarasam, u yerda qulub. 5-6 marta keldim, mana bola biladi. Nechi keldim ekan, shu uyda egasi bir dokumentini ko'raylik. Desam, unda ham dokument bor ekan, menda ham dokument bor ekan. Endi menga 2015-yilda yozib bergan-da. Tek pasportlari bor, mana tek pasportlari qo'l qo'yilgan, hamma yo'q zakonni berilgan. Shu bo'yicha shu yuribman 9 yildan beri. Ya ақчаны ol demayapti, bir-ikki so'kishdi, boshqa bo'ldik. Oxiri uygacha chiqib bordim. Qo'y janjal qilmang ki. U ham Afg'onda xizmat qilgan, men ham Afg'onda xizmat qilganman. Boshqa chasarda xizmat qilganmiz-da. Hozir uchurda shtabda ошол keyingi esi yashayapti ошол. Keyingi egasi yashayapti. Unda ham dokument bor ekan, u qizda ham. Endi u qiz aytdiki, kuyovim kelganda suylashib ko'ring dedi. Shu bo'yicha kuyov hali kelgan yo'q. Rossiyada ekan. Ketdim. 2 bo'lmalik. 2 bo'lmalik. Ova. Ana sotga berib yuridikalik jaqdan qarab ko'rdingizmi? Yo'q, sotga berganim yo'q. Hech sotga berganim yo'q, dokument bor menda. Shu men olgan dom deb ko'ngil to'qirib yurdim. Mana 9 yildan beri hech nimani vaqosi yo'q bo'lyapti. Yo u ko'rganda va ona domini ol, yo bo'lmasa mana ақчаны ol degan emas. Только u yerda telefon orqali suylashamiz, u so'kinadi. So'kinganda men uyga bordim, ikkita bolasini qo'yib olibdi, uyga borib turadi joyda men aytdimki, "Ey, ақчаны jigardan chiqadi. Shirin bo'ladi, ақчаны to'la" dedim. Demak, shu bo'yicha men kelaverdim. Shu bola bilan gaplashganim yo'q. Uni hammasi el gapirdi, bu mashina falon piston dedi. Mayli, ақчаны berib qolardi, mana 9 yil bo'lyapti. Uni orasida ko'p narsa men o'tkazganman unga. Ularga va chekigacha yozib bergan kvitantsiyalarini olganman. Mana kvitansiyalar menda bor. Mana go'z aktlari bor. Hamma yo'q. Dokumentalni. ақчаны бер дегенingizde ne atadınız ошондо? ақчаны ber deganimda, u ақча to'g'risida ber deb gapirganim yo'q men. U men beray degan yo'q. Orada nayrang qilyapti, falon bo'ladi, piston bo'ladi, andoq bo'ladi deb turib, hali qizim chaqiribdi-dan, 2-etajdan ham manoni olsalaring men yengillatib beraman deb unga anaqani yozib berdi unga. Endi uni nayrangi shu bo'lyapti. Keyin qizim kelib bo'pti, men nelarni yig'ishtirib,
Şu yerda o'tirayin desak, kalit qulub kalit qilganmi? Qizim, qulub kalit qilgandan keyin u qulub kalitni almashtirib boshqa odamga berib yuboribdi. Bu nima qilishi? Bu mashinist odam ol degani-da. Bizga o'xshaydigan sodda odamlar oldab yuraversa nima bo'ladi? Ha shuning uchun men atayin televideniye kelib bir og'zim gapirib qo'yadigan joyim. Buni orqasidan tushish kerak. Qamchibek Toshiyevdan iltimos shu elni bir qo'llab qo'ysa. Shu men. Aytayın degan o'sha siz seven so'radingiz-da, nega bunday qilding dedingiz. Ova. Nega ikki odamga sotding dedingiz. So'raverdingizmi? So'rab berdim. Nimaga unday qilding dedim. Telefon orqali men Rossiyada gaplashib, telefon orqali so'rashyapman. Nimaga unday qilyapsan dedim. Men boray oqchani beraman, mana aka oylik chiqadi, boshqa bo'ladi. Desam men uyni sotib yubordim dedi. Menga oqcha hozir kerak dedi. Shu bo'yicha men qolib ketdim. Boshqa iloji bo'lmadi. Ko'rganimizda salom alaykum qilib yuramiz, boshqa nima qilganim yo'q. Endi u ham uchasing, men ham uchasing. Ikkamiz mushlashga borganimiz yo'q. Bir so'kinganda hali cho'rniylarga aytaman, seni palon qildirib yuboradi, pison qildirib yuboradi degan so'zlariga men uyga chiqib borganman. Uyga chiqib borib aytganman. Ey bola, u oqcha jigardan chiqadi, esingdan chiqarmagin. Bilib qo'y dedim-da, shu gapni gapirib men kelaverdim. Sizden keyin deganda, sizlar uni kelishimni dogovorni qachon tuz ko'rsatgan, keyingi ayol qachon olib turuydi? Uni bilmadim. U bilan uchrashganim yo'q, kuyovimga suylashasiz. Men asha dogovor 2015-yili 18-6-oyda nima qilingan, bu dogovor qilingan ekan. 10 yil bo'ldi-da. Ya, hozir 56 kvadrat metr ekan, ikki xonali dom. 1-yanvar 2-oyda dogovor tuzganmiz ikamiz. Mana dogovor. Oqchani ashindi ela men 200 mingdan ushatganman. Keyin bordimdan 100 ming berdim. Oyma-oyga 80 mingdan bo'ldi. Buni kimdansa berayotganda bu bolani nayran qilgani, qarang. Mayerda 160 ming deb yozib qo'ygan. Men bu 200 ming berganman, 160 ming deb turib 2 ga bo'lib qo'yapti. Endi uni plani 80 mingdan to'g'ri kelib qolyapti oyma-oyga. Ashunga 3 oyga yozib qo'ydi. Shu bo'yicha men yana torinimdan nima oqcha bermay qo'ydim. Shu meni gapim. Shuni bir orqasidan bir tushadigan organ bo'lish kerak ukamga. Shu Qamchibek Toshiyevdan iltimos qilamiz. Shunaqalar bir ko'rib qo'ysa. Qirg'iz elim, men Novqat rayonining Mirmahmud ayilida tug'ilib o'sgan odamman. Elimizga, yurtimizga Allohim bizga bir iki do'sti berdi. Sadir Japarov, Qamchibek Tashiyev degan ikki do'sti umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Elimizga shunday odam bergan odamga barlig'imiz yordam berishimiz kerak. Qanday qo'limizdan kelgancha. Shuni 21-yili prezidentimiz to'xtami bilan elga arzon ko'mir sotsin deb turib nima chiqarib berdi. Shu mezgilda gubernatorimiz Ziyovuddin Jamaldinov degan odam bo'lgan. Rustam Ibragimov zam o'shuni o'rinbosari. Shular elga arzon ko'mir bo'yicha yordam beraylik deganda nima berdi? Bizni Novqat rayoni Qirg'izistonda 3-o'rinda turadi. Cho'nliqdan ko'mir nima qilish bo'yicha 1-o'rinda turadi. Noyabr oyidan tam may oyigacha ko'mir jag'atda. Iloji yo'q, sovuq bizda. Shuni nimasi bilan menga yer ajratib berdi. Jurnalistlar bordi, akim o'rinbosari Mamajunus Rejavaliyev degan hozirda ishlayotadi. Otasiga rahmat, shu bola tuni kuni ishladi. Tuni qanday nima bo'lsa tayyor turadi bu bola. Meni nimamda mana 73 ga chiqqan bo'lsam, shuni shu yoqda shu bolani bilaman. Yana bir so'zi yerda ajratib bergandan keyin oqcha yo'q. Oqcha mamlakatda shu mezgilda 21-yillari nimada budjetda hech qanday oqcha yo'q ekan. Menga endi unga nima qilgan oqcha kerak. Elga buvot deganda 1,5 ming tonna ko'mirni olib kelib zapas tushirib turib keyin ish boshlash kerak. Bo'lsam qishda karyerdan ko'mir kelish qiyin, qor ulug' jog'ib qo'yadi. Shu bilan haliday nima bo'lib qo'ygandan keyin Rejavaliyev Mamajunus aka kredit bo'lsa ham olsangiz bu
prezidentimizin to'xtamini bajarishimiz kerak. Sizdan suranch, mana yoshingizda nima ham bo'ladi, savob ham bo'ladi elni nimasiga deb nima qilganda men bolamni uyini 1.400.000 mingga qo'ydim. O'zimni uyimni 1 millionga qo'yib, bolamni uyini kredit bergan kommersiy kompanion bank 1.400.000 6 yilga qilib turib 2.360.000 deb nima chiqarib qo'ydi. Hozirgacha to'lay ilojimiz yo'q bo'lyapti. Mayli buni nimasini keyin ko'mirni olib kelib tushirdik. Boldarda mana nimada zapiskada turadi. Nasiya oldim. Ali men olgan ko'mir 4 so'm 30 tiyindan Patkariya yukta berishadi-da. Gubernatordan o'zgendan ko'mir jo'natdi. Uni to'p nima qilib qo'yib, eletib, elga maydasini 3 ta bola ishlaydi. Nima qo'ydimmi? Yo'q, söylüyorum. O'sha 3 bola ishlatdim. 3 bola ming so'mdan 3 bolaga 3000 berem. Tamoq ashi 1000 so'mdan. Qop olam. Qoplash kerak-da. Qoplatib turib, shuni 5 so'mdan satasiz ova dedi. Cho'ng qilib yozib qo'ygan mamlakatning ko'miri 5 so'mdan deb. El boyi ham boradi, kambag'ali ham boradi. Hozir o'sha mezgilda 12 so'm, 10 so'mdan o'da sotib turganda, men 5 so'mdan sotib turdim. Odam tuni soat 12gacha ham boradi. Shunda sotib o'tadi deb turib, o'sha Rejavaliyev tekshiradi-da, akim o'rinbosari. Borib tekshiradi. Qanday ko'mir sotib o'tasiz deb. Xudoga shukr 2 yil, 3 yil ishladim. Maydasini to'plab qo'ydim. Endi bizda hali tenderga bergan ko'miri o'tmay qolib, qancha detsat maktablar meni ko'mirimdan olib turib, almashtirib jonboy qoldi ekan, mana shuni nima qilaydi, o'shuni olib borib jog'ib qishdan chiqqan kunlari bo'lgan. Uni hokimiyatdagi nimadagi bar biletda. Shu bunday qilib bir 2022-yili 4-aprellarda mana bu ota-bola Aytbayevlar bordi. Borib turib, "Ova, mana ko'miringizni bizga soting" dedi. Dedi, "Ma'qul" dedi. Menda mayda ko'mir aralashib nima qilib sotamiz-da. Kelishib, men 4 so'm 30 tiyindan karyerdan olam. Sotib turib aqchasini karyerga berem. Gubernator jo'natgan tuni soat 2-3larda dag'i ko'mir jo'natib turgan. 2021-22-yil o'ta qiyin ish bo'lgan. Odamlar qo'lida aqcha yo'q. Pensioner bechoralar 3 kap, 4 kap ko'mir oladi, ash pensiyasiga yetkizish kerak-da. Shunda qilib yashov bizdan ovqatda qiyin, hozirgacha bor. Shu odamlar mashina qilib nima qildik? Yo'q, hali nasiya olganlarimni dag'i nimalarni to'plab turashi Aytbayevlar bardig'ini to'plab qisqasi 1240 tonna ko'mirimni 4,5 so'mdan kelishib olib chiqib ketgan. Mana aqcha berem, ana aqcha berem, beralmay qolib mana o etaj uyini bergan menga. Mana shu nimalari bor, suyudetsi va nimalarini bergan. Endi oradan nima qilib turib, mana bolasi 23-yili 15-mayda 1,5 million aqcha berem deb turib tilqati bor. So'zlari bor ananda nima yozib qo'ygan. O'shim bir ularni nima qila olmay qolib, mana u meriyaga o'tib ketgandan keyin men nima qila olmay qoldim-da. Qanday qilam? Uyga bordim. Uyga borib, uyda o'tirgan ekan shef. Ko'rsang qizim, mana shunday oldiga Qur'on kitoblarni taqtab nima qilib olgan haligi. Действительно shayton odam-da bu. Men aytdimki, uka dedim, shunday oldu desam, birinchi kuni bo'ldi, o'yinda shaqdan aqcha chiqib qolsa berem dedi. Bo'pti dedim. Oradan 5 kun 6 kun o'tganda chiqaverdim. Bu yoqda kreditim bor, kredit to'kish kerak.
ana o nasihagan baldardı sözünü seni taşap koydum, sözlerini okuyup göresin. Ular bana kayta nima kılıp atat. Üyümde atım var hele, ekte atım var hele, atımı sattım, mal kalımı sattım. Hazır var üyüm kör. Jip maşinem var hele, bunu sattım. Kreditke, bergilerge kılıp turup töle bir narsa kavadı. Hazırki momentde, danni moment kredit üstüge kredit menen javatamda. Şunday palajenege düşüp kaldım. Mana men prezidentimizden nimasını atkaram deb şunday işlerdi. Keyin men az yazdım. 23. yılı, 22. yıl emas, 23. yıl ekan. Nimaga yazsam prokuratura tekshirib bo'ladi deb ularni ham og'zini javob yurganda bu. Qaysi organda bo'lsa tap bosib qo'ydi-da. Keyin UKMKdan Bishkekdan chaqirdi. Aziz degan kapitan bola ekan UKMKni. Tergov bolasi Aydar degan bola. Tergov qildi bir kun juma kuni borgan ekanman. Jumaga ruxsat berishdi. Ta 9:30-10 gacha meni so'roq qildi. To'g'ri bu dedi, to'g'ri dedim. Agar bundan oshcha nima bo'la turgan bo'lsa, men javob berayin shunga dedim. Desam, to'g'ri aka dedi. Bu ish dedi, o'g'ilni deli bo'lib qopti dedi. O'g'ilni deli qo'zg'aladi. Buni hozir qamoqda dedi. Mayerga olib borib qo'ygan Rustam bolasini. Toshkentdan 40 ming dollar olib turib, ko'mirga deb berbay qo'ygandan keyin Toshkentlik nimaga yozibdir? Bishkekka. Uyidan 3 kungacha uyidan qarmay olmay, uyida yotib chiqmay qo'yibdir-da. Keyin uyning ichidan melsalar urib olib turib, qo'liga kishan solib olib ketgan. Olib borib qo'ydi. Meni daga chaqirdi. Xuddi shun bolasini, bolasi qilib o'tadi bar ishni. Otasi qo'shilishib qo'yadi. Ana videoda ham turadi. Qo'shilishib nima qilganlari. Mana shunday bo'lib turib meni u yoqqa borgandan keyin UKMK'ning baldari, u yerda ham har xil UKMK'ning odamlarida ham har xil odam bor ekan. Qamchibek tashiyibdi, qilgan ishiga yarasha bular odami bar emas endi. 3dan biri bo'lsam bir 15-20% aqchaga nima qilib bo'lsa mashina qayra nimaga kelib turib, akimatga kelib turib so'ragan Rejavaliyevdan. Ular u yerda aytibdiki, men elga men ko'mir sotib o'taman, arzon ko'mirni men sotdim deb o'sha yerda nima qilibdir-da bu. degan maqtanibdir. Men u yerga borib, sen yozib berding, yozgan joyingga kimga bo'lsa yozsang yozaver, men qo'rqmayman deydi. Hozir borib yoz. Yozmagan yering qovat dedi. Prokuraturaga yozding, SMBga yozding, nima haligi deputatlar bor, Jo'g'ri Sovet. Bular dag'i nimaga kirdi? Hech kimsin priznavat, kimdir bor buning ustida. Bu yerga kelib turib nima deydi? Qamchibek tashib meni nimadan yetalab chiqarib qo'ydi deydi, deb maqtanib keldi. Bu odam dedim, Xudo tavba qildim dedim. Shu senga qarab qoldi bu dedim. Shuncha mamlakatda boshqargan inson seni nima qilib qoldim deb tan qoldim. O'shuncha o'ylanib qolamda, shuncha yozib o'tam, shuncha nima qilib o'tam. Prezidentni o'z to'xtamim bilan men ish qilsam, gubernatorni hali yurislari bor-ku. Borib uyiga bordi. Gubernatorning yurisi Anvar degan bola. Mana ana o hozirgi zam bo'lib turgan Aytbay Qurbonbek Aytbayev degan hozir. O'shu imini nima qildirdi? Borib tekshirib shu oqsoqol nima qilgan ertaga bizga kerak bu odam. Mana hozir sentabr oyiga shu elga 5 so'mlik ko'mir kerak. Hozir top bozori yo'q No'qatda. El uchun söyleyin. Elga top bozor ochib berishga, cho'p bozori kerak. Har kim uyda nima qilib o'tadi. O'shular to'p turib el uchun kichina yordam berib qo'ysa, karyerimiz to'ltiri No'qat territoriyasida. Shulardan 20 mashina, 10 mashina doy mayli. Shu salarkasini, oqchasini olsin, kichina yordam elga yordam. To'lka kambag'al, beva, bechara pensionerlarga. Men 5-4 yil ishlab elni nimasini qanday ekan bildim. Haligi palovindan ham aloyin degan. Olov bo'lsa hech narsa qila olmaydi-da. Kambag'al bechara chollar ayniqsa tuni bir malda porturmana uylariga yetkazib bergan kunlarim bo'ldi. Bu odam endi hozir kelib turib, mayerga qamab nimaga Xudoga shukr
mana o organ adamlarimizga dagı, mana prokuraturaga dagı ming rahmat. Endi shuni sotga o'tkazib qo'ydi. Sot qanday chechim chiqat bilmedim. Sizlardan suranish qancha Terishtirib tu olasiz. bo'lib o'tadi, уже nimasi ketib o'tadi-ku, buni ham aldab qo'yadi degan qo'rqamda. Bular qo'lidan kela turgan odamlarda. Bu aperisti ham aperis vishisi ekanda. Bolasi dagı mana telefoningga jo'natib qo'ydim qizim, men bankda turam, ақша jo'natam deydi. Mana shuncha ақша chiqdi beram deydi. Bu yo'q deydi. Mana shunday qilib oxir bir kun, "Ey bola, men kuyib bitdim, uyimni sotib otam. Hozir 8 soti uyimni sotib turib, kreditni jopmasam, hozir kredit bank kelib turib uyimni pon olib qo'yadi-da. Bolamni uyini dagı, meni uyimni dagı. O'shunga nimani to'g'rilab turib sotib, bular tekizlab, molim, otim, uyda borib ko'rgilar, qanday odam elam. Mana shu hakimiyatdan ham nimalar ham ko'rib turib, otangiz el uchun xizmat qilgan, birga o'tgan, deputat bo'lgan, mana shu el uchun xizmat qilgan odam edi. Shuni nima qilib menga shu nimani berdilar, men nimaday bo'lib kichina qiynalib qoldim. Mana u dom bo'yicha menga domni berib nima qildi? Mana uy deb ko'rsatib nima qildi? Shu bo'yicha bu aka desa hali nimasini nima qilibdir? Falshiviy dokument qilib menga nima qilib qo'yibdir-da. Xuddi o'sha domdan. 13-chi qamal. 13-chi nima qilib turib, Ikkinchi qadam. u ertaga dedi, notariusga kirib oformit qilamiz deb turib, O'zbekistonga tushib ketgan bo'yicha yo'q. Ko'mirni laboratoriyaga olib bordi, laboratoriyadan o'tdi. Bir oy birinchi ko'mir tashiganda 700 tonnani bir oy tashishgan. 2 tonna, 2 mashina, 3 mashina zavodga borib, ақшасini olibdir bular. Zavoddan sementni olib sement zavodga. O'zbekistondagi firma borgu, qurilish firma. O'shunga o'tkazib, undan dom olib sotib, shunda aperis ekan bular. U yoqda da uyi bor, firmasi dag'i bor bularda. O'shoqda. Bu Qamchibek Tashiyev nima shu so'zlarini nima qilayotgan, nimalarini uqdi, uqmadi, bu odamlarga rahmat, shunchalik elni boshqarib nima qilib o'tadi. Mana shunday ko'ygoylarga ham kichkina qarab qo'ysa, kichkina yordam berib qo'ysa, suranchlardan da qizlarim, bolalarim yordam berib qo'ysanglar, men mana u borib ishonmasangar, mana u nima 4 ta mashhurda kredit, 4 ta kredit. Mana bolamniki 3 ta orqasida meni o'zim olgan kreditdan. Kreditman javob otamda. Hozir O'shunda sizning talabingiz, hozir balasi qamoqda da. hova. Talabingiz qaytarib bersin aqchamizni. Akşamı qaytarib bersa, men da bola chaqamni oldida mashi yashimda bir yo'l bo'lgancha bo'ldim-da. Bolamni uyini qo'yib turib, kelin bor ekan. Kelin u yoqda o'shuncha janjal. Siz mananda qilib turib, elga nima bu to'xtab turinglar, sabr qilinglar, kichkina sabr qilinglar. Men Tashiyevga jazam, nimaga prezidentimizga jazam, Sadir Japarovga jetpet. Qaytarib bir xilda nimada keladi-da, bir xilda keladi. Bu yerda qandaydir organ nimasi borda bu yerda. Ali puli bor odammi, ali kechaginda bir ayol aytib o'tib ketdi. Puli bor, tanki ekan. Puli yo'q, manqa ekan dedi. To'g'risi. Xuddi shu so'zni aytdi. Men o'zim qulandim. Men o'zim shu nimada bo'lib qoldim-da. Hozir aqcham yo'q. Men agarda kichkina pensiyamni nima qilib olib, unga ukalarimni mollarini ham sottirib bular javob otamda. Kichkina aqcha topib olsam, Qamchibek Tashiyevga suranch. Meni bir qabul olib qo'yingizchi. Boshqa so'zlar ham bor, boshqacha nimalar ham bor bu yerda. Men bu yerda mana elda nimasida aytpayin. Bir meni o'zi ichimda ko'yganim juda ko'p. Mana shuni bir sizlardan suranch. Qayta men sizlardan so'rayapman. Qizim sizlardan ham jardam. Hozir 1240 tonna ko'mir 4,5 so'mdan 5 million 800, uni ustiga yana bir nima. Qo'shnisini ekskavatorini menga kelgangi nimasida berib o'tadi. Kichaloyga olib borib qo'yib turadi ekskavatorni. $1000 qo'ngsiga berib turdi, ekskavatorda olib bir karyerga olib borib tashab qo'yibdir.
Endi borib otamda ki bu ilacı barcha mana o şu ali kömür bergen adamlar meni uyumga kelip topalan kılıp turgandan ilacım yok. Nima berasin endi ey Rustam desem ekskavator var dedi apçı berem dedi. Yok o'zim apçı olam kerak esa dedim. Ölüp ketsin men qanday ketsayam lijbi aligini ulardan qutulishim kerak da. 150 ming berip turup ekskavatorda o'zini ekskavatorchisi bor ekan. O şunu o'tkazib alıp keldik, korobkamdan motorda o'ltirib qo'yishibdir da. Nimamdan yuk to'shib olib keldi. Yerga tushirgandan keyin remont qildim. 150 ming nimasiga berdim. Yo'l kirasiga berdim. 540 ming motor men korobka qildirdim. Hozir endi u egasi kelib turib ekskavator to'lashib men bilan to'palan qilib ekskavator berasin. Men hech qanaqa nima bergan yo'q deb turib. Mananday bo'lib turib $1000 berib, bu yoqqa qarzimga deb turib o'tkazib qo'ygan. mana shunday ishlar bo'lib qoldi. Men boshqa birovdan mananday qilib ber, anday qilib ber deb nima qilmayman. Prosta meni oqshom nima qilib qo'ysa, ertaga mana el yana so'rab o'tadi. Aka, ali ko'mirni boshtaylik. Elga ko'mir kerak, arzon ko'mir. Kambag'al beva bechoralar berigi 10 so'mlik, 15 so'mlik ko'mirdan ola olmaydi. Ha shu 5 so'mlik ko'mirni maydaroq bo'ladi-ku, elasang areshkaga o'xshagan ko'mir bo'ladi-da. O'shuni yirigini olaveradi-da el. Haligi yetim, jesir, pensioner, ayollar, chollar bar ancha-muncha nimasida keyingi pensiyaga olasiz o'g'lim nima deb ketadi, bo'ptir deb o'zimni portirim bashi qo'shim portiri bor. Olib borib yetkazib beradi. Savob bo'ladi, mayli, mashinchalik savob ishlaylik deganda. Shu. Rahmat qizlar, endi bolalarim kechina yordam berasinglar. Yaxshi nimada yaxshilikchasi chechilsa bo'ldi mana. Res bo'yicha svet taqchasini to'lamaganda res sotka bergan. O'shani mana topdim. 93.280 so'm. Aqchasi hozirgacha to'langan yo'q. Biroq er bergan balasiga, balasi jeb qo'ygan. Resda yo'q bu aqcha. Restordan boshqalar bu aqcha haqda jeb qo'ydimi deb trebet qilib sotka bergan bularni. Mana sotni chechimi. Mana noqat sotini chechimi 2 yildan berib to'lamaydi bular. Res to'latalmayaptir. Ko'rdingmi? Mana doказательство. Ikkinchi nima? Litsenziyasini shu odamning litsenziyasini hech bir sotda olib kelgan yo'q. Litsenziyasi yo'q. 17-yilda o'zi 15-yilda olgan. 17 sotda so'raganda men qilolmay qolib 17-yilda litsenziya olganman. Хорошо. Asli litsenziyani olib kelchi desa sotda olib kelgan yo'q. Litsenziya bu odamdan chiqmaydi. Üçüncü nima? Men doказательствоni ko'rsatish uchun menga 3 kun 4 kun oldin Idris Saqib dedi. Bu muxtar unga aytgan, bu odamda patentdan to'lamaydi. Nimasi kurutoy odam ishtaga qilmaydi deganda. Mana mendan налоговой keldi. So'radi patentler. Mana 13 avgust kuni men 1000 so'm 7000 налог to'layman. 4800 so'm patent to'layman. Manani ko'rib qo'ying, Idris Saqib. Siz Bishkekda turib налоговойga nima qilibsiz? Shu odamni dannisini nimasini ber deb. Mana aka. Muxtar akangizda lekin bu dokument yo'q. Idris Saqib. Men shuni aytib qo'yin dedim. Ikkinchi nima? Men surishtirsam налоговойga 1 tiyin aqcha to'layaptir. Hayitbayev 0 chiqdi. Hayitbayevda to'lamabdir, mamlakatda aqchasini to'lamabdir. Налоговойga to'lash kerak ekan. Хорошо, menikini ko'rsatdim. Endi Hayitbayev to'labdimi-kun desak, to'lamabdir. U kim вообще? Men shularni men aytib qo'yin dedim. Endi dag'in xudo buyursa uchrashamiz. Men dag'in bir so'ranchim bor. Shu yerda el haqiqatda qiynalib aqcha topib olgan edi. Bu yerda el niprichom. Hozir sot chechimi chiqqan. Biroq meriya dag'in buni meriyaning nimasini sizlarga berim. Buni nimaga qo'yasizlar? Kommentariya bergan ertasi kuni. Meriya buni qila olmaydi. Только zakon negizida bitta ish qoldi. Hayitbayev
Muhtarjon tupikka kirdi. Mamlakatdan jutildi. Nima uchun jutildi? Ekatan inspeksiyadan ruxsatlanmaganligi, 1 yillik dogovorini atqarmaganligi, septiyni to'liq qilmaganligi, kanalizatsiyani bitkazmaganligi, suvni chiqarmaganligi, deski plashatkalarni qurmaganligi sababdan sotdan jutildi. Sabab nol. Sot nima qilish kerak? Aka, olaring, siz yaxshi odam ekansiz. Sizga bo'lsin deydi bu. Chechim chiqdim. Merdag'in ishtaka qila olmaydi. Idris Saqib uka, sen to'g'ri. Hozir sen trenddasan. To'g'ri. Elga kim bo'lsa o'sha trendga chiqaradi. Shuni bilib qo'y. O'zing prekrasno bilasan. O'shalarda sen xato qilib qolding. Seni aytadigan so'zing, men senga aytdim, uchrashganda uka, kelibsin, bir kun oldin kelgansin, bozor kuni. Ponedelik kuni İdris uka, meriyaga o't, meni chaqirganda bular. Meriyaga o't, dokumentni taxta, bar yo'qda, bu yerga ke, taxta hamma yo'qda, eshit, o'q, tangani ikki tomoni bor dedim senga. Bir tomonini ko'rib, ishni qilib ketib qova desam, sen nima deding? Men ishingiz bo'lsin, men o'zim bilam deding. Хорошо dedim, bilsangiz uka, ishni qiling dedim. Endi İdris Saqib, siz bir yo'l aldingiz, to'lqa Hayitboyevga aldingiz. Mashinnikka aldingiz. Sahir bo'ldingiz buning orqasidan. Endi o'shaning uchun ularni qo'rqitgani, dag'in bir qator qaytarib aytib qo'ying. Elni qo'rqitgani mamlakatga o'tdi. Endi mamlakat rassenkasi boshqa bo'lsa, senlar to'laysan degan nima bilan hech qayerga qayrila olmay yotadi. U elni tomiridan ushlab qo'ygan. Lekin dag'in bir narsani aytish mumkin. Ashi elni ichida kichkina aqchaga sotilgan odamlar bor, muxtar akasi tomon bo'lganlar, o'ziga sosiyetiga qarshi bo'lgan odamlar bor. Sababi bor va ishtagaga qo'l qo'yva, anaqima muxtar akam bar yo'qni chechet, u kuri to'y odam, uni aqchasi bor degan odamlar bor. Bir ikkovi bor, o'zlari biladi. O'shaning uchun hurmatli Tosheyev, sot potadan araştırmasdan bir noqatga kelsangiz, shu meriya bilan bir o'tirib, o'sha paytda 900 mingga olgan, 1 millionga olgan, 2,5 millionga olgan, bu odamga 3 millionga baholab bergan ekan, bu odam. Ertasi kuni men meriyadan nima dondan odamlar olib chiqib ko'rsatdim. Mana meni mo'ykani kanalizatsiyasi mana menga tushib turmi deb o'ziga ko'rsatdim. Odamlarga ko'rsatdim. Aka, yo'q, tushyapti-ku dedi. Dag'in bu yerda boshqa press konferensiya bo'ladi. O'shanda men uyimga olib kirib turib kanalizatsiyalarni xudo buyursa ko'rsatam. Kerak bo'lsa, agarda odam ana eksan degan odamlar agarda kuchi yetib, duxi yetib qilsa, ular dag'in intervyu beradi. Berganmi Hayitboyev, bermaganmi? Shularni dag'in dalillari bor. Rahmat. Ukalar yana bir nima qolib ketibdir. Mana bu ko'mirlarimni olib, mana nimada ham videoda ham bor, bar yo'g'ini o'zi qilib O'zbekistonga kirgiza turgan bo'lganda. Shu buni firmasi 2 milliondan oshiq qarzi bor ekan. Nimadan, nalogdan. Ova sizni firmangizni berib turing, men ko'mirlarimni kirgizib olayin dedi. Bo'pti deb o'zim qo'sha yurib, vagondagi boshqa ko'mirlarni da o'shuni nimasida kirgizdim. Men dedi, отчетini qilib beram deb. Mana videoda o'g'li suylagan so'zlari bor. Отчетlarini ponni 0 qilib beram deb. Haligi so'zni nima qilgandan keyin men firmani o'zimni chipimni berib, o'shuni ko'mirini kirgizdirib berdim O'zbekistonga. Kirgizib berganimdan keyin kun o'tdi, oy o'tdi. Men aytdim, mana nima kelib qoldi? Mana o'sha nalogdan nima kelatadi? Buni to'kib qo'yish kerak. Desam, mana so'zi ham bor. Ertaga nalogga borib to'kib qo'yaylik. Shuni nima qilam dedi. Shu bo'yicha qochib yurib, meni hozir nalogdan 800 qancha ham nima chiqarishib qo'yibdi-da. Bu yerda nalogni boldari ham shu tomon bo'lib qoldi-da. Bo'lsam nimaga Aytboyevni o'zida qarzi o'shuncha turadi. Boshqalarda bor, men bilaman bo'lardi. Ular nalogga aytsam, bu sir, buni Aytboyev, biz o'zimiz bilamiz
degan so'zni nalogni baldari ham qilib qo'ydi-da shu yerda. Uni o'rnida menga bir 5 so'mdan ko'mir sotganda qancha foyda qiladi? Bir ko'rsinchi bir 10 mashinani tushiribdi elga 5 so'mdan elab turib sotib, qanchadan 4 so'm 30 tiyindan nima olsam foydasi yo'q. Men savob uchun ish qilganimni bular bilbetdagi 10 so'mdan sotganlarga nalog yo'q. Men prosta elga shu nimani 1000 tonna 1,5 tonna ko'mirni olib kelib tushirib qo'yganimga nalogni baldari ham o'zlaricha sapsin boshqacha ko'rinib ketdi ko'ziga. U yerda qancha el uchun eldi ko'miri gubernatorlar ham aytdi, bu odamga yedini nalog qilib turib yordam bergilar. Qo'lidan kelgancha nalog ham eldiki. Mana arzon ko'mir elga xizmat qilib, bular ham eldiki. Buni yordam beraylik desa shu nimani qilmasdan sotga o'tkazib turib, sotdagi nalogni aytganini qilar ekan. Nalogni baldari osmonda Alloh bitta bo'lsa, yerda nalog ekan. Hozirgi momentda shunchalik darajada nima bo'lib ketdi. Shuni kechina qarashtirib, buni shu elga nima qilayotganda kechina yordam berib qo'ysa, prezidentimizga dag'i, Qamchiboy Tashiyevga dag'i mingdan ming rahmat. Tuni kuni elimiz duo qilgan shu odamlarga. Mana shunday nima bo'lsin, el uchun mana ko'rdinglarmi? Novqatli yo'li qanday bo'lib ketdi? Bu yoqlar uzlaniyalar qurilyapti, zavod, fabrikalar tushyapti. 30 yil ichida shunday ish bo'lgan emas. Mana Xudoga shukr, shu odamlarni men shuni 21-yildagi 6 oy ichida haligi nimalar o'zgarish bo'lib ketganidan suyulib turib o'zim bo'larish bo'ldi bolam. Ke uyimni kredit qo'ygan bo'lsa olib elga xizmat qilaylik deb. Mana tekshirsin kreditni dag'i borib turib hakimiyatdan, gubernatordan borib turib shunday ish bo'ldi-ku desa barliq aytadi-da. Shunga men sizlardan so'ranish qizlarim, mana elga chiqarib, elga mana Tashiyevga nima prezidentimizga jetsin, elga ajab emas yordam bo'lib, mana bu aqchalarim menga aqchasini keragi yo'q, boshqasini kerak. Shu men o'zim maqcham bersa, elga yana xizmat qilsam degan o'ydamda. Rahmat bolalar. Hurmatli ger, dag'in men bir dekani ochiq aydan aytib qo'yin dedim edi. Bundan 15-20 kun oldin o'shal Domda Haydbayev internetga qo'ygan va qanday qilgan o'sha yerga покупатель kelgan ekan. Biroq men o'sha yerda turganim uchun bu покупатель bilan сөйлешib qoldim. Men so'radim, siz kimsiz? Desem men shu yerga dom bar ekan, dokumentlari bor yo'g'i zakonniy ekan. Kim aytdi zakonniy ekan desam, Muxtar aka aytdi, dom xazayini. O'shanga men 2 tomoqchi edim, 2,5 milliondan 5 millionga söyleshdik. Akşam naq 15-20 kun oldin bo'lgan narsa. Shundan men aytdim, qizim olmang bu yerdan. Bu yer sotdoshi mamlakatga o'tgan. Haydbayev sizni aqchangizni olib qo'ysa olarsiz undan. Mana yerdagi Domdagi odamlar o'shanday odamlar deb olmang dedim. Ye rahmat deb ketdi. Biroq olmadi. Men shundan nima qilib o'zimcha nima deydi? İnsaniylik nimani bunda o'zim tushunmam, o'zim chidolmadim shu nimaga. Endi men o'sha kuni sразу bordim tag'in Noqat administratsiyaga xat yozdim. So'ran nima arz yozdim. Administratsiyaga hozir Cho'qibayev Emil Aqjo'ltayevichga Mahmudoy hukumatining turg'uni Matqasimov Ibrohimjondan arz. Men Matqasimov Ibrohimjon arz berishimning sababi tumangicha. Meni oldimda aeroport uchastkasida shahar balansida bo'lgan 4 etajli dom bor. Bu dom hozirgi mezgilda shahar balansiga o'tgan. Oldin u domni Haydbayev Muxtar degan odam jalg'on jalpi tender qilib o'z atiga o'tkazib olgan. Biroq tenderda bergan va'dasini atqarmay kelgani uchun meriya Haydbayev Muxtarni sotga berib, Noqat sotunda, O'sh oblastlik sotunda, yuqorgi sotdan jutgan. Haydbayev Muxtar odamlarga farshiviy dokument qilib satib, odamlarni aldab kelyapti. Sizdan so'rang, shu yaşayotgan odamlar qiyin положенияda. Qiyin положенияda qolib yatishadi.
Oşaga qarabastan şul günde dağın Hayitbayev muhtar ellerde aldap 4 etaj uydan kvartiraları satıp kelyapti. Oşonduktan Hayitbayev muhtar adamlarga jana memleketke çoğun ziyan keltiryapti. Sizden soran Hayitbayev talabından memleketke jana ellerge keltirgen ziyandı töletip mizam aldığında javapkerçilikке tartıp berişinizdi soramın namında men yazdım. Biroq bunun negizinde administrasiya bu Hayitbayev muhtarı çakırgen. Şunda senin üstünden arz düştü. Bu arzı men özlerin görüp, klienti görüp durup yazdım. Kanda adamlar soğut mezgilinde sattı. Sabah bürokrasiya bolup durdu, şunun için sattı. Arız payetinde sattı. 6-7 adam öşe payet vergen. Bularda dokumenti yüzü yok. Yok. Endi mananda yine o Hayitbayev nime degen elde şul adam sizlarni kvartiradan çıkıp ketsin degen nimede yazıp turib deb elge tushuntiribdir. Yine bir ikkita el keldi, biz sizga nima mishat qilyapmiz, sen mishat qilganing yo'q. Siz nima qilyapsiz ekan? Shu dondan chiqib yo'q. Men senlar qolsin, shu yerda puli kuymasin, shu pulini asha Hayitbayev muhtar to'lasin. Senlar tinch yasha deb turib harakatini. Dokazat dedi, men shuni olib kelib berdim. Bunu Hayitbayev muhtar bunu noto'g'ri informatsiya berib, shu domdan chiqargan deyaptir. Mana dokazatsiyalar yo'q berdi. Men eldi kuyvasin deb o'qidim. Agarda shular qarabas endi tinch edi. Hozir 10 kun buyog'ida xaridor boshqa kelgan yo'q. Kelgan meriya bularga конечно cho'ti chechimidan kelgan bularga 4 oy muhlat beryapti. Adamlarni bu Hayitbayev tinch deyapti, turishibdir, men cheche, menda aqcha ko'p. Nima qilishini bilmayapti. O'shaning uchun dag'in bir qaytarayin. Tolka bunu taşıyıp çeçet. Tolka taşıyıp çeçet. Prokuraturada çeçelvet. Bir yerdeki SMB'de çeçelvet. Açıkını aytayın. Tolka taşıyıp şunu prikazı berse, şu akçalarda Hayitbayev'den tolka taşıyıp alalat. Başka hiç kim alalat. Şunu men aytıp koyayım. El kuyvasin. Taşıyıp sizden soranç. Prezident sizden soranç. Şu elde akçasını aralaştırmayın erge. Yaşasın ular. Aşeylerler. Akçasını alıp memleketlerinde zakon negizinde alış gerek. Sebep sot seçimi var bir yerde. Hiç kim hazır bir yerde besplatni ötkez beri almaydı. Elge dağın. Sabah sot seçimi. Bu zakondu buzgan болады. Prezident de buzgan болады hazır. Agar şunday boyunca berip koyduysa o sot seçimi ol degeni büzüldü degen, mamlaket büzdü degenge to'xtab qoladi. O'shaning uchun o'shandan aqchasini olib to'kib meriyaga el tinch yashasın. Ular mamlaket xizmat qilayotgan odamlar. Ko'pchiligi kambag'al. Qursog'ini zo'rg'a to'lg'izayotgan odamlar. Sizlardan so'ranch, iltimos.